Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana bugun mijozimizga xudo xolasa men qayerga ketdi inshaalloh Sho'rchigami? Vodiyga ishlab chiqarilgan Namangan chustda ishlab chiqarilgan original drabilkamizdan Sho'rchiga dastavka qilib beramiz inshaalloh. Egalariga barakali bo'lsin. Manzilimiz Surxondaryo Denov shahrida joylashgan. Mana o'zimizning Iniko brendimizda Namangan chustda ishlab chiqarilgan. Endi haqiqiy Iniko brendku. Bu narsa Turkiyaning brendi, Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Prosta endi do'konimiz nomi Iniko bo'lganligi uchun endi Namangan chustda ishlab chiqarilsa ham bu narsamiz Iniko deb nomini sal o'zgartirib Iniko. Chunki bu brend o'zini yozdirib bo'lmaydi. Nomini sal o'zgartirib Iniko qilib yozdirtirganmiz. Shu narsaga ahamiyat qilasiz. Nemeskiy texnologiya, kачество sifatlar juda yaxshi. Bu brendimizning bitta yaxshi tomoni buni ikki xil nusxasida ishlab chiqarilgan hisoblanadi. Akajon, bir minut. Mana bu ko'rsatadigan modelimiz ikki qator tishlik bo'ladi, mahaviklik varianti. Motori 6,5 kilovatlik. Bu tok baland joylarga mo'ljallangan bo'ladi. Nomerlarimiz ham bor, pastga yana raqam qoldiramiz. Tokingiz past joylar bo'lsa, kilovati 4 kilovatlik biz mahaviklik variantlarimiz ham bor. Shu mahsulotlarda mana unaqa original makka tikishlar kerak bo'ladimi? Mana Xitoyda ishlab chiqarilgan yoki mana unaqa silus qiladigan original pichoqlargacha plombalari bor. Marhamat, mana unaqa original makkasiki hashak istadiganlar, xullas turi bilan makka istadiganlar kerak bo'ladimi? Bemalol aloqaga chiqib borasiz. Komplektiga mana bunaqa setkalari ham bor. Setkalarni sonlaringmi? Mana ichiga. Ha, setkalarigacha bor. 4 xil setkalari bor. Mana shu bola ismi Muzrob 9997 raqam shu bola boshqaradi. Bemalol aloqaga chiqib borasizlar. Dastavkamiz ham ketdi mana, xudo xolasa. Egalariga barakali bo'lsin. Iniko Marhamat, Surxondaryo Denov.